Assalomu alaykum. O'nli kasrlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Mahraji 10 ning darajasi bo'lgan kasrlarga o'nli kasrlar deyiladi. Masalan, mahraji 10 ning darajasi masalan 1 taqsim 10 mana. 0,1 degani 1 taqsim 100 bo'lsa, mana 100 10 ning kvadrati. 10 ning kvadrati degani ham 10 ning darajasi, ya'ni o'nli kasr bo'ladi. Bu 0,01. Xo'p, 10 da bitta 0 bor, virguldan keyin bitta raqam bo'lishi kerak. Mana 100 da ikkita 0 bor, virguldan keyin ikkita raqam bo'lishi kerak. 33 taqsim 1000 bo'lsa agar 1000 10 ning kubi bu 0,033 bo'ladi. Nega desa, mana 3 ta 0 bor buni. Demak, virguldan keyin 3 ta raqam bo'lishi kerak. Mana shular o'nli kasr. Endi bizga 571 taqsim 10 bo'ladigan bo'lsa, 57,1 bo'lyapti mana. Bitta 0 bor, virguldan keyin bitta raqam bor. Yana 81 taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, bunisi 0,81 bo'ladi. 542 taqsim 100 bo'ladigan bo'lsa, bunisi 5,42 bo'ladi. Ya'ni bu mahrajdagi nollar soni mana virguldan keyingi sonlarga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkita 0, bu yerda ikkita raqam, ikkita 0 ikkita raqam, bitta 0 bo'lsa, virguldan keyin bitta raqam, 3 ta 0 bo'lsa, virguldan keyin 3 ta raqam bo'lishi kerak. Bular o'nli kasrlar deyiladi. Ya'ni qoidasi mahraji 10 ning darajasi bo'lgan kasrlarga o'nli kasrlar deyiladi. Endi xo'p, buni yozib oldik. Endi orqaga qaytishimiz kerak. Mana 0,23 bo'lsa, masalan 23 ni tepaga yozamiz, 23 ni. Mahrajiga 100 yozamiz. Nimaga 100? Virguldan keyin nechta raqam? Ikkita raqam. Shuning uchun mana ikkita 0 bor. Xo'p, 1,42 bo'lsa, mana 142 deb tepaga yozamiz. Taqsim mayda ikkita raqam bo'lsa, 100 yozamiz. Ikkita raqam bo'lgani uchun. Xo'p, 0,041 bo'lsa, 41 da tepaga yozamiz. Taqsim 3 ta raqam bo'lgani uchun mahrajiga 1000 yoziladi. 5,1 bo'lsa, 51 tepaga yoziladi, mahrajiga 10 yoziladi. Nimaga desa, virguldan keyin bitta raqam bo'lgani uchun. 0,004 bo'lsa, 4 tepaga yoziladi, mahrajiga mana 4 ta bo'lgani uchun 10,000, ya'ni 4 ta 0 bor, sonni yozishimiz kerak mana, 10,000 bo'ladi. Keyin 5,741 bo'lsa, 5741 tepaga yoziladi, mahrajiga 1000 yoziladi mana. O'nli kasrni yozish. Endi xo'p, bular o'nli kasr, bular oddiy kasr. O'nli kasrdan oddiy kasrga o'tdik. Mana oddiy kasr, mana o'nli kasr 0,23 o'nli kasr, mana 23 taqsim 100 oddiy kasr. Oddiy kasrda to'g'ri kasr, mana noto'g'ri kasr. Bu to'g'ri kasr, bu noto'g'ri kasr. Bu o'nli kasr, mana to'g'ri kasr. Ya'ni o'nli kasrdan oddiy kasrga o'tish bu. Endi 1 taqsim 2 larda ham o'nli kasr desak bo'ladi. Mana 1 taqsim 2 bo'lsa, tepani 5 ga ko'paytiramiz. 1 ko'paygan 5, pasti 2 ko'paygan 5. Shunda nima bo'ladi? 5 taqsim 10. 5 taqsim 10 degani 0,5. Demak, 1 taqsim 2 ni ham o'nli kasr ko'rinishga keltirsa bo'ladi. Chekli o'nli kasr ko'rinishga keltirsa bo'ladi. Keyin 1 taqsim 4 bo'lsa, 1 ni ko'paytiramiz 25 ga, 4 ni ko'paytiramiz 25 ga mana. Tepa 25, mahraj 100 bo'lsak 0,25 bo'ladi. Keyin hop, 3 taqsim 4 bo'lsa, yana 3 ni ko'paytiramiz 25 ga, 4 ni ko'paytiramiz 25 ga. Nimaga 25 ga ko'paytiryapmiz? Chunki mahrajni 100 qilish maqsadimiz shu. Mahraj 100 bo'lsa, o'nli kasr bo'ladi mana. 100 10 ning darajasi, ya'ni 10 ning kvadrati. Mahraji 10 ning darajasi bo'lsa, o'sha o'nli kasr bo'ladi. 3 kere 25 75. Demak, bo'lib olaman 0,75 bo'lyapti degani. Keyin 1 taqsim 8 kelsa, 1 ni ko'paytiraman 125 ga, 8 ni ko'paytiraman 125 ga. Bundan kelib chiqadi 125 tepada, pastda 1000. Bo'lib olsak, bu 0,125 degani. Ya'ni o'nli kasr ko'rinishiga keltirib oldik 1 taqsim 8 ni. 3 taqsim 8 bo'lsa, 3 ni ko'paytiraman 125 ga, 8 ni ko'paytiraman 125 ga. Bu 375 bo'ladi, taqsim bunisi 1000 bo'ladi. Bo'lib oladigan bo'lsak, 0,375 ligi kelib chiqadi shundan. Endi mana shunaqa kasrlarni, ya'ni qaysidir son ko'paytirib, mahrajini mana. Mana mahrajini 10 qilib oldik. Bunisida 100, bunisida 100, bunisida 1000, bunisida 1000. Ya'ni 10 ning darajasi qilsak, o'shalar o'nli kasr bo'laveradi. Davom etamiz. Endi o'nli kasrlarni ko'paytirishni o'rganamiz. Masalan, 0,02 ko'paytirilgan 10 deyiladi. Ya'ni 10 ga ko'paytirish. O'nli kasrni 10 ga ko'paytirsak, 10 ga ko'paytiryapmiz degan bitta virgul suramiz. Bitta virgul sursak, bu 0,2 bo'ladi. Virgul 10 ga siljibdi. 0,0031 bo'lsa, o'shani ko'paytiramiz 100 ga desa, masalan, mana 100 degani ikkita suramiz. Mana ikkita virgul sursam, bitta ikkita suraman. Mana ikkita sursam 0,31 bo'ladi. Ya'ni 10 bitta 0 bor, demak bitta 10 ga suriladi. 100 ikkita 0 bor, ikkita 0 bo'lsa, demak ikkita oldinga suriladi. Mana ikkita oldinga surilsa 0,31 bo'lib qolyapti. Keyin xo'p, masalan bizga 0,21 ko'paygan 0,02. Mana shu sonni ko'paytirib ber desa, buni yoza olamiz. 21 deb yozaman, ikkita virgul oldinga sursam, mana ikkita virgul oldinga sursam 10 darajasi -2 deb yozaman mana ga. Ikkita virgul surdim, 10 darajasi -2 yoziladi. Mana ga ikkita suraman yana 2 ko'paygan 10 darajasi bunisi ham. Ikkita 10 ga sursam darajaga -2 yoziladi. Agar bitta sursam -1 yoziladi.
Bunda 21 kere 2 ni ko'paytiraman. 21 kere 2 nechi bizda? 42 ko'paygan 10 darajasida ko'paytirilgan darajalar qo'shiladi. -2 -2 ni qo'shadigan bo'lsam 10 darajasida -4 bo'ladi mana. Endi buni hisobladim. Endi buni 4,2 deb yozadigan bo'lsam, 4,2 deb yozadigan bo'lsam, mana unga 1 ni qo'shaman. Ya'ni bitta 42 da virgul bor, bitta qaytaryapman, bitta qaytarsam, bitta 1 ni qo'shaman. -4 ga 1 ni qo'shsam 10 darajasi -3 bo'ladi. Mana shu sonning standart shakli deyiladi. Endi standart shakl degani bitta raqamdan keyin virgul bo'lish kerak, ya'ni 0 dan tashqari. 0 bo'lmasi kerak. 0 dan boshqa raqamda mana 4, 1 dan 9 gacha virgul o'sha yerda bo'lsa, 42 standart emas, 4,2 standart bo'ladi. Endi o'sha standart shakliga misol ko'radigan bo'lsak, 0,0071 bo'ladigan bo'lsa, mana shu standart shakli qanday bo'ladi desa, virgul suramiz buni. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta suraman. 5 ta sursam 7,1 bo'ladi. 10 darajasi -5 bo'ladi. Mana shu sonning standart shakli mana shu. Keyin yana 0,0000741 bo'ladigan bo'lsa, men virgul suraman. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta surdim. 7,41 bo'ldi. 10 darajasi -7 bo'ldi. Mana shu sonning standart shakli. Endi mana bunaqa bo'lsa, buni standart shakliga keltir deydigan bo'lsa, xo'p, qaytarib qo'yamiz mana virgulni mana. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta qaytaryapmiz. 7 ta qaytarsak 5,6 bo'ladi mana. Endi 7 ta qaytarganimiz uchun 10 darajasi +7 bo'ladi. Mana unda 10 ga surdik, -7 bo'ldi. Buni chapga surdik, 10 darajasi 7 bo'ldi. Mana ko'rinib turibdi. Mana kichkina son bo'lsa -7 bo'ladi, katta son bo'lsa mana +7 bo'ladi. Xo'p, yana mana shu standart shakli nima desa, xo'p, qaytaramiz. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qaytaramiz. 5,1 bo'ladi. Mana qaytarsak, endi 10 darajasi 5 bo'ladi. Mana shular 0,06 bo'lsa, mana nechta surdik o'zi mana 0 sanasak ham bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 ta surdik. Mana 0lar o'zi 1 2 3 4 5 6 7 ta bo'lyapti. Keyin bitta maniga keldik. Shu bilan 8 ta bo'ldi. 10 darajasi -8 bo'ladi. Mana shu sonning standart shakli deyiladi. Sonning standart shakli. Demak, bitta raqamdan keyin virgul bo'lish kerak, lekin 0 butun bo'lmasi kerak. Boshqa 1 dan 9 gacha, 1 butun, 2 butun, 3 butun va hokazo 9 butungacha bo'lish kerak. Davom etamiz. Endi o'zaro teskari sonlarni ko'rib chiqamiz. Teskari son degani, masalan, 2 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, bunga teskarisi nima desa, teskarisi 3 taqsim 2 bo'ladi. Nega? Teskari son degani ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlarga o'zaro teskari sonlar deyiladi. Ya'ni ko'paytmasi 1 ga teng bo'lish kerak bizga. Hozir mana ikkalasini ko'paytirsak 3 bilan 3 qisqaradi, 2 bilan 2 qisqaradi, demak ko'paytmasi 1 chiqadi. Ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro teskari sonlar. Masalan, 6 bo'lsa, teskarisi nima desa 1 taqsim 6. Mana shu ikkalasi bir-biriga teskari son. Yana, xo'p, 3 taqsim 7 bo'lsa, buni teskarisi nima desa 7 taqsim 3 bo'ladi. -2 taqsim 3 bo'lsa, teskarisi nima desa, -2 taqsim 3 da teskarisi -3 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni ikkalasining ko'paytmasi 1 ga teng. Xo'p, 8 taqsim 7 bo'lsa, buni teskarisi nima desa, 7 taqsim 8. Xo'p, 13 bo'lsa, 13 da teskarisi nima bo'ladi? 1 taqsim 13 bo'ladi. Endi manfiy sondan ko'proq yozadigan bo'lsak, masalan, xo'p, 2 taqsim 5. Teskarisi nima desa, teskarisi -5 taqsim 2. Ya'ni manfiy sonda teskarisi ham manfiy bo'ladi. 1 da teskarisi nima desa, 1 da teskarisi 1. Chunki 1 kere 1 1 chiqadi. Ya'ni ko'paytmasi 1 chiqishi kerak. 1 ga faqat 1 da ko'paytirsa 1 chiqadi. -1 da teskarisi nima desa, -1. Chunki ko'paytmasi 1 ga teng. 0 da teskarisi nima desa, 0 da nechiga ko'paytirsa ham 1 chiqmaydi. Shuning uchun 0 da teskarisi mavjud emas. Mana bo'sh to'plam, ya'ni yo'q. 0 ning teskarisi mavjud emas. Chunki 0 da nechiga ko'paytirsa ham baribir 0 chiqmaydi. Ya'ni 1 chiqmaydi. 0 chiqib qolaveradi. Bizga ko'paytirgan payti 1 chiqish kerak. Demak, 0 da teskarisi mavjud emas. Demak 10 ni kasr qilib yozadigan bo'lsak, masalan 0,1 yozadigan bo'lsak, shuning teskarisini toplaydigan bo'lsa, buni yozib olamiz. 0,1 degani nima degani? 1 taqsim 10 degani. Demak, buning teskarisi nima desa 10. Chunki ikkalasini ko'paytirsa 1 chiqadi. Bizga 10 ni kasr bersa, 0,21 bersa, buni 10 ni kasrini top desa, demak bu 21 taqsim 100 degani bu. 21 taqsim 100 bo'lsa, buning teskarisi nima desa, 100 taqsim 21 bo'ladi. Yana 43,42 bo'lsa, masalan, 43,42 degani nima degani? Xo'p, tepaga yozib olamiz. 4342 ni yozib olamiz. Mana shu taqsim maxrajiga 100. Chunki berilgan ikkita raqam bo'lish uchun va bunga teskarisi nima desa, bu 100 bo'ladi bu. Mana. Xo'p, pastda 4342 bo'ladi.
Ya'ni buni noto'g'ri kasrga aylantirib oldik, keyin buning teskarisi shuning chappasi qilib qo'ydik. Ya'ni 10li kasrning teskarisi bo'laydi. Masalan, -1,5 bo'ladigan bo'lsa, -1,5 nima degani? -15 taqsim 10 degani. Demak, buning teskarisi nima bo'ladi desa, -10 taqsim 15. Keyin qisqartirib qo'yaveramiz keyin. Ya'ni mana chappa qilib qo'ydim. -10 taqsim 15. Demak, o'shalarga teskari son mana shunaqa topiladi. Yana qaytaryapmiz. Teskari son degani ikkita sonning ko'paytmasi 1 ga teng bo'lsa, o'shalar teskari son bo'ladi. Keyin teskari sonlarning yig'indisi degan narsa ham bor. Teskari son bo'lsa, masalan, x taqsim y ga y taqsim x teskari. Nega desa, ikkalasini ko'paytirsa nima chiqadi? 1 chiqadi. O'sha ikkalasini qo'shsa, har doim katta yoki teng bo'ladi 2 da. Har doim katta yoki teng bo'ladi 2 da. Ya'ni natural sonlarda. Xo'p, musbat sonlarda deylik. Musbat sonlarda x taqsim y taqsim x da qo'shsa, katta yoki teng bo'ladi 2 da. Xo'p, manfiyda masalan mana -1 -1larda to'g'ri kelmaydi, musbatlarda to'g'ri keladi. O'zi buni formula qilsak ham bo'ladi mana. Bunga x dan beramiz, bunga y dan beramiz. Qo'y mahraj bu x kvadrat bo'ladi, plus y kvadrat bo'ladi. X y musbat son dedik. Musbat son desak, bu yoqqa proporsiya qilib ko'paytirsak bo'ladi. Musbat bo'lsa bo'ladi, manfiy bo'lsa bo'lmaydi. Musbat bo'lsa katta yoki teng 2 x y. Endi buni bu tomonga o'tkazib qo'ysak, x kvadrat minus 2 ta xy plus y kvadrat katta yoki teng 0. Bu formula. Nima degan formula? X minus y ning qavs kvadrati katta yoki teng 0 dan, ya'ni kvadrat har doim 0 dan katta yoki teng degan formula kelib chiqadi. Demak, har doim to'g'ri degani bu. Chunki tengi ham bor. Demak, teskari sonlarning yig'indisi har doim katta yoki teng 2 bo'ladi. 2 dan bo'ladi. Masalan, mana isbot. 1 bo'lsa, mana 1, teskarisi ham nima? Davom etamiz. 10li kasrni qo'shib ko'rib chiqamiz. Masalan, 2,23 10 darajasida -2 bo'lsa, qo'shamiz. 3,42 10 darajasi -3 bo'lsa, mana shu ikkalasini qo'shishimiz kerak. Bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, bunda bu -2 darajasi, bunda -3. Ikkalasi bir xil bo'lmasa qo'shish mumkin emas. Demak, ikkalasini bir xil qilib olamiz. Ikkalasini bir xil qilish uchun mana virgulni bitta 10 ga suraman. 22,3 bo'ladi. Mana 10 ga surganim uchun mana odam 1 da ayiraman. 1 da ayirsam 10 darajasi -3. Ya'ni o'ng tomonga sursa 1 da ayiradi, chap tomonga qaytarsa 1 da qo'shadi darajaga. Endi qo'shilgan 3,42 10 darajasi -3. Endi ikkalasi bir xil bo'ldi mana. Bun darajasi 10 darajasi -3, buniki ham 10 darajasi -3. Endi ikkalasini qo'shish mumkin. Men 22 ga 3 qo'shaman. 22 ga 3 qo'shsam 25 bo'ladi mana. 22 ga mana 3 ni qo'shdim. 22 ga 3 ni qo'shsam, demak nima bo'lyapti? 25 bo'lyapti. Mana 25 butun. Va 3 ga 42 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 42 2 xonali. Mana 3 1 xonali. Demak, buni 30 deb tasavvur qilamiz. Ya'ni 2 xonali bo'lishi kerak. Bu ham 30 42. 30 ga 42 ni qo'shadigan bo'lsak, 72 bo'lyapti. Xo'p, endi 10 darajasi -3 orqasiga yozib qo'yamiz. Mana. Demak, oltita sonlar qo'shamiz, orqasidagi turaveradi. Ya'ni 22 ta narsaga 3 ta narsani qo'shyapmiz degandek gap. 25 ta narsa degandek gap. Endi bitta qaytarib qo'yaman. Bitta qaytarsam 2 butun, mana bitta qaytardim. 2 butun 572. Qaytarsam darajaga 1 ni qo'shaman. Darajaga 1 ni qo'shsam 10 darajasi -2. Mana shu sonning standart shakli deyiladi. Bu qo'shish. Endi ayirishdan ko'radigan bo'lsak, 3 butun, xo'p 44, 10 darajasi -5. Qo'shilgan yoki ayrilgan 2 butun 11, 10 darajasi -4 bo'ladigan bo'lsa, mana -4 bo'ladigan yoki -6 bo'ladigan bo'lsa, mana shuni ayiramiz. Bitta 10 ga suraman. 34,4 bo'ladi. 34,4 ko'paygan 10 darajasi -6 bo'ladi. Bitta surdim, ya'ni 10 ga surdim, bundan bitta ayirdim. Ayrilgan 2,11 10 darajasi -6. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, 10 darajasi -6 lar mana bir xil. 34 dan 2 ni ayiramiz. 34 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak nima bo'ladi bizga? 32 bo'ladi. Mana. Endi bu 4, bu 11. Demak, buni 2 ta deb tushunamiz, 40 deb tushunamiz. 40 dan 11 da ayiramiz. 40 dan 11 da ayirgan bo'lsak, bizda 29 bo'ladi. Demak, 32,29 bo'lyapti. 10 darajasi -6 turaveradi. Endi standart qilish uchun bitta qaytarib qo'yaman. 3 butun. Bitta virgulni qaytaryapman. 229. Endi chapga qaytarganim uchun mana bu 1 ni qo'shaman. 10 darajasi -6 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam -5. Mana shu sonning standart shakli. Mana shu sonning standart shakli bo'ladi. Endi xulosa, 10li kasrlar qo'shish uchun demak 10 darajasi -2 bilan 10 darajasi -3. O'sha ikkalasining bittasini darajasini bir xil qilish kerak. Hozir men buni -2 ga keltirdim, mana uni qaytarib -2 ga keltirsam ham bo'lar edi. Bunda ham shunaqa qildik. Ya'ni ikkalasini 10 darajasi -6 ga keltirdik, -5 ga keltirsa ham bo'lar edi. Ya'ni o'sha 10 darajasi -5, 10 darajasi -6 bilan bir xil qilib, keyin qo'shsa bo'ladi, keyin ayirsa bo'ladi. Qolgan holatda mumkin emas. Yana bitta ishlaymiz. 5,21 10 darajasi -8 qo'shilgan 1,42 10 darajasi -9 bo'lsa, ikkalasini qo'sh desa, demak, hop, bunisini so'rayapman men.
52,1 dedim. 10 darajasi 10 ga surganim uchun -9 dedim. Qo'shilgan 1,42 yana 10 darajasi -9 barobar. Endi buni hisoblasak, 52 bu 1. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 52 ga 1 qo'shsak nima bo'lyapti? 53 bo'lyapti. 52 ga 1 qo'shsak 53 bo'ldi. Bu 10, bu 42. 10 ga 42 ni qo'shadigan bo'lsak 52 bo'lyapti. Ya'ni 10 deb qabul qiladigan bo'ldik buni. Keyin orqasiga 10 darajasi -9 yozib qo'yamiz buni. 10 darajasi -9. Xo'p, tushuna olamiz. Bu 52, bu 1, 53 bo'ldi. Bu 10 bo'ldi, bu 42 bo'ldi. Jami 52 bo'ldi, 10 darajasi -9. Endi buni bitta qaytarib qo'ysak, 5 butun, mana bitta qaytarib 5 butun 352 bo'ldi mana. 5 butun 352 bitta qaytarib. Bitta qaytarsam darajasiga 1 ni qo'shib qo'yaman. Shunda 10 darajasi -8 bo'ladi. Mana shu sonning standart shakli bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Endi mana son o'qi bo'ladigan bo'lsa, son o'qida masalan bizga beradi -5,43, mana 10 lik asr. Bu yerda 6,72, bu ham 10 lik asr. Mana shuni orasida nechta butun son bor deb savol beradi. Mana oddiy savol. Demak, 6,72 gacha nechilar bor? 1 dan 6 gacha bor. Demak, o'rtada 0 bor. 1 dan 6 gacha 6 ta natural son bor. Bu yerda -5,43 gacha nechta manfiy son bor? Butun -5 ta bor. Ya'ni, -5 ta. -1, -2, -3, -4, -5 gacha. -5 gacha nechta bo'ladi shunda? 5 ta. Demakda 0 bor. Jami nechta bo'lyapti? 5 ta, manfiysi 5 ta, mana musbati natural 6 ta, 11 ta, mana 0 bilan 12 ta. Demak, buni orasida 12 ta butun son bor degan. Yana -11,2 bu yog'ida, xo'p, 13,4. Mana shuni orasida nechta butun son bor deb so'raydi. Mana shuni orasida nechta butun son bor deb so'rasa, demak, yana sanaymiz. Mana o'rtada 0 bor. Bu yog'ida 13 ta, bu yog'ida -11 ta. Ya'ni -11 gacha, ya'ni 11 ta degan. Xo'p, mana yerda -11 bor, -1 dan -11 gacha, demak jami 11 ta. Keyin o'rtada mana 0 ham bor. Demak, bu yoq 13 ta, bu yoq 11 ta, 24 ta. Keyin mana 0 bilan 25 ta butun son bor degan. Yana savol beradi bizga. Mana son o'qib, mana yerda 2,4 bor deydi. Shundan biz bu tomonga qarab 4,3 birlik masofa, bu tomonga qarab ham 4,3 birlik masofa. Bu nuqta bilan bu nuqtani toping deyiladi. Masalan, mana A nuqta bo'lsa A nuqtani toping, mana B nuqta bo'lsa B nuqtani toping deydi. Demak, chap tomonni topish uchun ayiramiz. 2,4 dan ayiramiz 4,3 deb. Mana. Ayiradigan bo'lsak, kattasini kichkinasini ayirib, kattasini ishorasini qo'yamiz. Mana 4 dan 2 ni ayiraman. 2,3 bo'ladi. 2,3 dan 0 o'rtaysam -1,9. -1,9. Demak, A nuqta nima chiqdi desa, -1,9 chiqdi bo'ladi. Endi bunisini topish uchun qo'shamiz. 2,4 qo'shamiz 4,3. Qo'shadigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? 6,7. Demak, B nuqta nima bo'ldi desa, B nuqta 6,7 bo'ldi. Chap tomonni topish uchun ayiramiz, o'ng tomonni topish uchun qo'shamiz. O'shanda shu nuqtalar kelib chiqaveradi.